Bu vidolashuv oddiy emas. Sardor Rahimxon haqida jim turgan haqiqat nima? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2023-yilning noyabr oyida Vaqf fondi rahbari o'rinbosari, Vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktor lavozimiga tayinlangan Sardor Rahimxon ishdan ketgani to'g'risida ma'lum qildi. Aziz xalqim, bizdan rozi bo'ling. Birgalikda bu ezgu ishlarimiz, saxovat, mehr oqibatlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Oxirat kuni inshaalloh hammasini ko'rasiz. O'sha kuni bu amallarimiz jannatni va jamoliga vasila bo'lsin. Jondan aziz vatanim, millatim uchun edi. Hammasi. Yana bir go'zal vaqt va talmish sahifa men uchun yakunlandi. Endi oldinda yangi boshqa go'zal bir sahifa ochiladi inshaalloh, deb yozdi Rahimxon o'zining Instagram sahifasiga. Bundan avval ham Sardor Rahimxon mehr-muruvvat ishlarini uyushtirish, nogiron bolalarga yordam qo'lini cho'zish va sinovli kunlarda ko'ngli yarim insonlar qalbiga yo'l topishda Yurak amri nomli xayriya ishlari bilan tanilgan edi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va video ostiga like bosib obuna bo'lishni unutmang.